Taza proyektimizni ish davomida boshladik. Xudo xolasa remont etishni boshladik. 6-etajda hozir sizlar bilan o'tib ichanni ko'ramiz. Biza remontni boshladik xudo xolasa. Shahar markazi bir, xalq markazi ekan bo'ladi. Eski Вечерний yarmarkaning o'rnidamiz. Kuna tunneldan chiqqan yer, Al-Xorazmiy diagnostika, Milliy bank, Transgaz, shopping center, gipermarket. Bularni menimcha shaharda bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Bu kvartiramiz 63 metr kvadrat. Xudo xolasa sizlar bilan remont qilamiz. Usta bilan hamkorlikda 90 so'm pul ketdi. Daskanalni yoritib boramiz. Birinchi uyni summasini chiqarib olamiz. Uy 63 kvadrat. Bu 6-etaj bo'lgani uchun sredniy bahosi 6 million deb giramiz. 6 million. 378 million pul bo'ladi uyning bahosi. Hozirna vaziyatni ko'rib turibsizlar. Bu yerda hamma remont bo'lgani uchun podestlarni akkuratniroq. Bize bu qurilishdagi yutuqlar, kerak bo'lsa minusdan ham aytib ketaveramiz. Kim yaxshi ko'radi, kim yomon ko'radi, o'zini xohishi. Birinchi navbatda lift zo'rg'indan qo'yilgan. 1 tonnalik lift, ponni o'zbekchilik yaxshi gumba, yomon gumba, o'zbekni tobutam sig'adon etib lift planlashtirilgan. Zo'r. Gap yo'q. Qancha boshlaymiz, usta bilan bugungi kelgan spiskalarni ko'ramiz. Bismillah. Benzinimizni qo'yamiz. Usta, mesela başladık yine proyektini bilan xudo xolasa bir qarang. Bunda bir xona o't ko'rsat. Bunda atmosferani ko'rsat. Bu prosta necha 6 milliondan 6-etaj bo'lib turib demas odamlar. Videoni yaqinlashtirsang, City ko'rinadimda Al-Xorazmiy diagnostika, Milliy bank, xullas sen aytgan lokatsiyalarning o'rtasida joylashgan. Oyoqtina suxoy qo'yilgan. Suxoy nima adı? Suxoy steshga qo'yilgan oyoqtina. Keyin bugun xudo xolasa spiska etgan vajamiz keldi. Bu koridor. Bu yerda spanni. Razmerini bilasizmi spannini? 325'e 440. 325'e 440. Zal ne? Zalımız 325'e 560. Zal korpusu için zakonni. Bir kuchni. Kuchni ham şu Spanya razmerinde. Kuchni ham razmeri 325'e 440. 40. Вообще zo'r da bu ponni o'tirib ovqatlanib, yeb ichib ketmaga zo'r. Shunda bugungi kelgan gipsokardonlarimiz bular korpa ishlanadi. Korpa. Patolog ne tarafı? Patologlar ham shu korpa pishadi devaraklar. Bular ham apshipcha bo'ladi turbalarimiz. Apshipcha uni mebeldan bo'ladimi yo? Bundan qilamiz. Yo'q, gipsokardondan ashib ketamiz. Gipsokardondan. Usti kuchni neda? Kuchni ishga tushadi buzim bu. Studiya. Hava. Patolog natяжной. Yo'q, gipsokardon. 100% gipsokardon. 100% gipsokardon. Общий dival necha kvadrat bu yerda? Общий dival 189 kvadrat. 189 kvadrat dival. Gipsokardon. Banidan tashqari. Gipsokardon necha so'mdan gaplashildi kvadrat? Gipsokardon 140 ming so'm shtukuna. Bir shtukaga 140 ming so'mdan beramiz. Divanni bir so'ymi? High-tech etamiz. High-tech ramka yapıştırıp şimdi 50 ming so'm. 50 ming so'm. Kvadratı. Fon mu yine? Fon beriladi. High-tech. Atachinti yok bunda. Atachinti yok. Только fon beriladi. Bani? Material. Bani kafel 120 dan kvadratı. Bu ham şu high-tech stilde xudo xolasa ko'rasizlar. Xudo xolasa bugun necha gipsokardon, necha profil geldi? 33 tane gipsokardon geldi patologumuza kuru. Profillerimiz her kaysının 3 xona koridor, hava şöyle 33 tane gipsokardon gidiyor. 3 tane gipsokardon. Profillerimiz 93 tane. Profil направляющimiz 100. Bunu yeten pılını yeten aytadilar. Hava yeten. Shundan qarz avajasan. Dükanımız. Mesela xudo xolasa boshladik. Günde bir video qo'yamiz. Nima ish bo'lib turibdi, niyere ketib turibdi. Remont etib turgan odamlar qiziq bo'lsa ko'raverasizlar.